Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa biz Namangan viloyati Mingbuloqqa yetib kelganmiz. Ishimiz yakuniga yetkazganmiz bu xonadonni. Xudo xolasa polnis sizlarga ko'rsatib o'tamiz deganmiz. Necha kvadrat chiqqanlarini aytib o'tamiz. Ko'ringlar ishimizni. Oppoq stilda alkafonga o'xshaydi, lekin alkafon emas, tunikafon. Alkafon fason, alkafonga o'xshamaydi, alkafon fason. Fasoni shunaqa. Ichkari tomon shapkalari ham, xudo xolasa kimga shunaqangi go'zal ko'rinishda tunikafon ishlari kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar, xonadoninglarga chiroyli, seryozni holatda tunikafon ishlarini qilib beramiz. Kvadrat hozirgi kunda vodiy bo'ylab 130 ming so'm 0.35 ligimiz, 0.4 ligimiz 135 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, kelishib ishlarni chiroyli chiqarib beramiz. Joyda kvadratiga emas, list rasxoti hisoblanadi bu yerda. Böylece xato ketgan, yonboshi bekilmagan ekan. Buni yonboshlarini berkitishib qo'yadi. Aytilgan bu yerlar. Vizib bo'lib qoldi. Ko'ringlar, orqa tomonlarini ham chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Bu obyektimizga jami bo'lib 448 kvadrat listdan foydalanganmiz. 448 kvadrat list ketgan. Mana bu joylari. Mana bu yoqlari. Polnis xudo xolasa. Bu yerni mana sizlarga ko'rsataman, bir joyini ochilib yopiladigan qilib berganmiz. Mana zamoylab qo'yib ochilib yopiladigan qilib bergan. Tekasitamiz chiqadi. Bemalol tomga chiqsa bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, sizlarni ham xonadoninglarda sizlar aytgan fasonda, xohlagan fasoninglarda oq, mokri ranglari bor, tilla ranglari bor, oq nijavekalari bor, aytgan fasonda, aytgan ranglarda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.